Wow! Bu somsami sho'rvami o'zi? O'rtoqlar, biz bugun Parkenskiyda yangi ochilgan Jizzax milliy taomlariga yetib keldik. Ichkarining atmosferasini qaranglar, go'zalligini, menimcha tashqaridan kamida 10 gradus salqinroq bo'lsa kerak. Jizzax milliy taomlari deganda albatta hayolimizga birinchi bo'lib somsa keladi. Mana o'sha do'da somsalar. Somsa juda ham sergo'sh va suvli. Ichidan bir dunyo sho'rvasi suzib chiqyapti. Menimcha Jizzax somsani fishkasi ham aynan shu bo'lsa kerak. Mazasini aytmaysizlarmi buni? Go'sht xilvirab pishib ketgan. Ko'rayotganinglardek polniy vilkada olib yesam ham tugamayapti. Men Jizzax o'ziga borib bir necha marta somsa ko'rganman. O'sha somsa bilan birga bir ishonaveringlar. Undan tashqari bu yoqda zakazga osham damlab berishadi. Shundoq buyurtma berasiz, 30 minutning ichida o'zingiz uchun alohida maxsus osh damlanadi. Osh birga bir bo'ladi va haqiqiy jizzaxcha uslubda damlanadi. Mana oshni finalni ko'rinishiga ham baho berishinglar mumkin. Juda ham ishtahani qitiqlab turibdi. Oxirgi payt mazali oshlarni qo'l bilan yeyish mening eng sevimli mashg'ulotlarimdan bo'lib turibdi. Oshga gap yo'q. Navara anchagina kuchli ekan. Bu joy Parkenskiy, Salkovskiy ko'chada joylashgan. To'liq lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Videoni yaqin do'stingizga yuborib, somsaxo'rlik qilishga bemalol kelaverasizlar.